chirpiq qal'adir ekan. Endi bu aniq Xorazm. Xoligimi yo'q, Xolikdan oldin Podshohlik bo'lganmi, undan oldin yana nima bo'lgan bilmayman. Ana o'shani chegara forpostlari bo'lgan. Ya'ni o'sha yerda olov yoqib bir yo'lga kelsa, shularni ko'rsatadigan bir joy bo'lgan. Yana bir kichkina qal'acha bo'lsa, bir 5-6 ta oila yashagan bo'lsa kerak. Xo'p, ana hozir mayak deydi-yu. Dengizda. Ana shu mayakni bir turi faqat cho'lda. Mayakligini hozir yuqoriga chiqqanda ko'riladi. Demak, haqiqatan ham mayak bo'lgan. Xiva tomonga qaralgan. Bu tomon, orqa tomonda Amudaryo bu tomoni demak Xiva hududi yerlari. Demak, qisqasi bu joylar cho'l bo'lgan, ko'chmanchilar ko'p bo'lgan. Yo'l kelganda masalan shu yuqoriga chiqib, demak, olov yoqib, odan shu ko'rsatib tutatganmi, boshqa qilganmi, boshqa bir yo'l bo'lmagan, olov yoqib, demak, belgi berishgan. Juda uzoqda ko'rinadi, ayniqsa kechqurun. Bu masalan hozir uzoqdagi bir ko'rdingiz tepalikni, shu tepalik kamida bir 10-15 kilometr bo'lsa kerak. Xorazm ziyorati bilan Buxoro ziyoratining nima farqi bor degan bir savol tug'ilib qoldi. Qiziq savol juda. Xorazm ziyorat qilganda deyarli faqat qabr ziyorat qilinadi. Aksariyat avliyolar Buxoroda, chunki Buxoro islom quvvati bo'lgan, avliyolar o'sha yerda bo'lgan, demak dars berilgan, madrasalar hammasi yod bo'lgan. Xivada, Xorazmda ham bo'lgan, madrasalar bo'lmagan emas, ko'pchilik o'qigan. Oldingi demak ko'rsatuvlarni ko'rdingiz, masalan, Turkmaniston, boshqa yerlardan kelib o'qishgan. Lekin bu yoqda asosan qal'alar bo'lgan. Hozirgi demak ziyoratlar faqat qal'alar bilan bo'ladi. Demak, u qal'a, bu qal'a, Qizil qal'a, Ayoz qal'a, Tuproq qal'a, qisqasi qal'a. Qal'a nima uchun kerak bo'lgan? Qal'a endi g'arb tomonlari Xorazmni bilamiz, Qozoqlarning kichik juzi g'arbiy janub tomoniga olsak agar Yomitlar, asosan turkmanlarning Yomit qavmlari bo'ladi. Ular esa jangari bo'lgan, doim masalan urushib turgan, qo'shnisi bilan urushgisi kelmasa, aka-ukasi bilan urushgan. Umuman Turkiya xalqlari doim bir-biri bilan urushib yurgan. O'shaning uchun ham mana shunaqa bir buhronga tushib qoldi bu xalqlar. Birlik bo'lmagan, doim bir-biri bilan urushgan. Kim zo'rlikka. Endi bu shimol tomondan, janub tomondan zo'rma-zo'r kelgan bir odamni ko'rish uchun demak mana shu qal'alar uzoqdan qurilgan. Mana tepasiga chiqdim qal'ani. Demak, qal'ani ko'rsangiz, hozir bu tomon mana Amudaryo, mana u shu to'g'ri agar yurilsa shu hozir Xivaga boradi mana shu yo'l. Demak, chap tomonga hozir o'girilamiz. U yoq ham Amudaryo juda katta, ser suv. Men hayron qolaman, nimaga suv yo'q deyiladi. Juda ser suv Amudaryo, men o'zim ko'rdim. Demak, axborotda hamma gap ham to'g'ri bo'lmas ekan, ko'rish kerak ekan. Albatta sayohat qilish kerak uning uchun. Mana hozir ko'rsanglar, agar sal o'ngroqdan yoqilgan joylarning izlari ham bor. Masalan, supa yuqorida, supada masalan qurilgan. Endi bu keyingi qal'amiz bu Qizil qal'a, demak uzoqdan olindi. Qizil qal'a deyarli yaxshi saqlangan. Endi demak oldingi qal'aga o'xshagan qadimiy qal'a bo'lmasa kerak, sal keyinroq qurilgan, shuning uchun yaxshi saqlangan. Chiqib ham ko'ramiz hozir. Bu qal'alarni asosiy ziyoratini qilganimizda odamlarni o'sha paytdagi me'morlarni demak yuqori darajada qilingan ishlariga guvoh bo'lamiz. Ko'rib turibsiz, masalan, ustunlar chiqib turibdi. Ustunlar nimaga chiqiladi me'morchilikda? Hozir masalan ustiga masalan buni taxtalar qo'yib, o'sha paytda kechirasizlar, taxtalar qo'yib demak suvola qilingan, g'ishtlar terilgan. Hozir ham ko'p joylarda ishlatiladi bu narsa, lekin hozir havozalar paydo bo'lib ketdi, ancha osonlashib ketdi.
zinalar bilan chiqiladi yuqoriga. Zina bilan chiqqaningizdan keyin yuqorida supalar bor. Supada o'sha yana biz aytgandek olov yoqiladigan joylari bor. Umuman u yoqda menimcha ko'milib ketgan-ku, lekin uylarni ham o'rni bo'lsa kerak. Demak, shu uzoqdan yoqib, demak, belgi beruvchi qal'alarni ichida odamlar yashagan, yashamasning iloji yo'q. Ular o'sha ishlarni bajargan. Ularni 4-5 ta xonadoni bo'lgan, balkim 4-5 ta qo'y boqqan, boshqa qilgan, atrof hamma joy o'tzor. Demak, bularning ishi asosiy belgi berish bo'lgan. Mana ko'rib turibsizlar. Balkim qanaqadir bojxona ishlarini ham bajarishgandir o'sha vaqtlarda. Bu ham bir meni shaxsiy fikrim bu. Mana ko'rsangiz, kattagina joy, endi boyagi birinchi ko'rgan masalan qal'amizdan ancha bu katta maydoni. Ko'rib turasizlar, ko'milib ketgan juda ko'p joylar bor, mana o'ralar ham bor. Men o'ylaymanki, shularning tagi imoratlar bo'lgan, bir qavat, ikki qavat imoratlar bo'lgan, shularda odamlar yashagan. Nima deydi hozirgi tilda vaqtoviy deydi-yu, balkim vaqtoviy yashashgan, balkim muqim yashagan, kim biladi. Alloh alam. Lekin asosiy vazifasi shu bo'lgan. Chunki bu Qoraqalpog'iston territoriyasida hozirgi demak, agar geografiyaga qarab qilsak, bu faqat cho'lga qarab turibdi-da, shimolga qarab turibdi. Bu tomonlarda endi deyarli faqat ko'chmanchilar yurgan, boshqa hech kim yurmagan. Qanaqa o'sha 1000 yil, 2000, 3000 yil oldin bo'lgan qo'ng'irotlar, peshineklar bo'lgan, boshqa o'g'izlar bo'lgan. Ulardan shunaqa bir xabarlar berib turilgan. Endi bu Qizil Qal'a bo'yicha. Masalan, Qizil Qal'ani ham atroflarida suv bor. Deyarli juda ham bir cho'l deb aytsak ham bo'lmaydi. Mana orqa tomonda hozir bir qishloqni ko'rib turibmiz. O'sha qishloqlarda odamlar yashaydi, demak, bir paytlar ham yashagan. O'zidan bir narsa paydo bo'lib, bir narsa yo'q bo'lib ketmaydi bu dunyoda. Doim bir narsa bo'lgan, bo'ladi va har doim odamlarni demak inson uchun ishlaydi bu narsalar. Mana o'sha qal'aning ustida mana o'rtasida mana ko'rinib turibdi. Hattoki yoqilgan joylari ham bor. Qisqasi Qizil Qal'ada shuda endi. 50 Qal'a rayoniga tutash joyda ekan. Qizil Qal'a qishlog'ini o'zida ekan. Hozir bir asr payti shunga sal bunalar yaxshi chiqmagandir, lekin qisqasi Qizil Qal'adan demak tushib hozir o'ng tomondan tushadigan o'sha chiqqan joyimizdan tushamiz. Keyin Tuproq Qal'aga qarab yo'l olamiz. Bu Tuproq Qal'a ham xudo xolasa juda ham uzoq bo'lmagan, bir-biridan masofada ekan. Deyarli men o'ylayman, shunaqa qurilganki bu qal'alar har biridan ikkinchini olovi ko'rinib turgan bo'lsa kerak. Bu mening shaxsiy fikrim. Mana demak, Tuproq Qal'aga ham yetib keldik. Endi Tuproq Qal'aning ustiga chiqmadim, hamma yo rasvo bo'yotibdi, ya'ni vayrona. Uzoqdan oldim, bir chetdan mashinada yurib oldim. Menimcha bu to'g'riroq bo'ladi deb o'yladim. Mana ko'rinib turibdi. Chap tomonimiz shu Tuproq Qal'a vayronalari. Juda katta joy bo'lgan ekan, mana ko'rinib turibdi. Juda katta joy bo'lgan ekan. Demak, bir tomonlari masalan odamlar yashaydigan bir qishloqcha bo'lsa, menimcha shu tomonlar bir odamlar yashaydigan qishloqcha bo'lgan. O'ng tomonda esa o'sha qal'aning asosiy funksional vazifasini bajaradigan tepaliklari bo'lgan. Shunga qarab odamlar o'zini ishlarini amalga oshirgan. Eng qiziq narsa, atrof hamma joy qumsan qummas, tuproq olsam turib juda yumshoq. Oyoq bossa botadigan bir tushunmas bir tuproqqa o'xshagan bir narsa. Ustida demak, agar o'tlar bo'lsa, yursa bo'ladi, agar shundoq o'tsiz bo'lsa, yurish sal og'irroq bo'ladi. Hali keyinroq ko'ramiz. Ayoz Qal'aga borganda atrof qumlik, haqiqiy qumlik, juda qiynagan qum ustida yurish. Buni ham bir aytib o'tamiz xudo xolasa. Mana Tuproq Qal'ani demak ko'rinishi bir chetdan olib bordim. Uzoq
demak bir taxminan 400 metr 500 metrcha bo'lsa kerak. Yana bo'yiga bilmadim, yana shuncha bo'lishi kerak. Endi qal'alar hammasi kvadrat qilingan. Shuning uchun men taxminim bu. Mana bu endi asosiy olov yoqadigan joylari deb o'ylayman. Demak, bu yerdan, ya'ni Tuproq qal'adan chiqib, to'g'ri Ayoz qal'aga boramiz. Orasi bir 60-70 kilometr ekan. Yana yo'lda bir ko'l bor ekan, juda chiroyli obod qilib qo'yishibdi. Haqiqatan chiroyli qilingan. Qoraqalpog'istondagi bir yaxshi so'lim joylardan biri bo'libdi. Bu yerga kelganimda bir narsaga nima qildim? Hayron emas, xursand qildi meni. Bu turistlarni ko'pligi. Mana ko'rib turibsiz, mashinalarni har xil kelishgan har tomondan, avtobuslarda, mikroavtobuslarda, lekin nihoyatda yo'l yomon. Ana bu bizni bech, ya'ni bu bizni katta bir xatoyimiz. Bu yo'llarni yaxshi qilish kerak. O'zi bir eski bir 5000 yillik qal'a. Uni ustiga chiqsa faqat taxsasi bor, hech narsasi yo'q. Shunga odamlar pul to'lab kelmoqchi. Yo'lni to'g'rilab qo'yish kerak edi. Boshqa nima yo'li bor buni? Masalan, janubiy tomondan qarab turibmiz hozir o'sha Tuproq qal'aga. Men o'ylayman, bunaqa shu narsani ko'raman deb kelgan odamga yo'lni to'g'rilab qo'yish kerak. Yo'lda tualetlarni to'g'rilab qo'yish kerak, oshxonalarni to'g'rilab qo'yish kerak. Men o'ylayman, shunda bizda turistlar ko'payadi. Turistlar tabiiy narsani ko'rgisi keladi. Ya'ni restavratsiya qilingan joylarni ko'rish ishtiyoqi bo'lmaydi. O'zlarida ham to'layapti bunaqa joylar. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu narsaga mutasaddilar jiddiy yondashish kerak. Mana hattoki to'g'ri, mana zinalar qilib qo'yishibdi yuqoriga chiqishga, boshqa, lekin zina bu lokal joyidagi narsalar. Bu yerga kelguncha yo'llarni ravon qilib qo'yish kerak. Yo'llar juda og'ir. Demak, Ayoz qal'aga ham yetib keldik. Ayoz qal'a uzoq ekan juda, shimolga qarab ko'p yurish kerak. Xivaga nisbatan. Endi lekin Ayoz qal'a yaxshi saqlangan. Kelaverishlar, yo'llarni ba'ziroq bir tartibga solib qo'yishibdi, yo'q emas. Hozir o'sha tomondan kelgan, o'sha tomonlarga unda olov yoqib, ularga bu tomondan kim kelishi mumkin? Chingiz yilda kelganda, Chingiz yildan oldingi, Chingiz yildan keyingi o'sha hamma o'sha ko'chmanchilar kelgan bu yoqda. Bu demak, Ayoz qal'aga yaqin qilingan bir to'g'ri mehmonxona deb qo'yishibdi. Baraka topsin. Tualetlari yaxshi top-tozagina, juda ma'qul bo'ldi. Tualetni ham olib beraman mehmonxonani. Demak, mana shu Ayoz qal'a endi yuqoriga chiqish masalasi. Bizda yuqoriga chiqish masalasi hozir. Shunga chiqishim kerak, qaytishim kerak. Mana shunday gaplar, do'stlar. Demak, shomga yaqin Ayoz qal'aga qarab yo'l oldim. Orasi chamasi 1,5 kilometrcha bo'lsa kerak. Lekin bu masofa uncha bilinmaydi. Agarki tekis yo'l bo'lsa, meni yo'lim qumlikdan iborat bo'lib, yurish nihoyatda og'irlashib ketdi. Sababi qum ham bosiladi, ham chetga ketadi, siljiydi, odam oyog'i yuradi yoqqa bu yoqqa. Qisqasi, qum ustida yurish juda og'ir ekan. Shuni bildim. Tuyalarga respekt. Shunchalik yurishiga. Sekin yo'lda ko'rdim, masalan, qumlarni yurishini ko'rsa bo'ladi. Shamol bo'lib turgan payt edi, men chiqqanimda shom payti. Bir yengil shamol boshlandi, keyin sal quyuqlashdi shamol. Mana hozir ko'rsanglar bo'ladi. Mana qumlar yo'qdan bu yoqqa yurayotgan bo'ladi. O'zi ham bir nihoyatda bir o'ziga yarasha bir jozibasi bor, cho'lli ham. Hech qanday quzg'unlarni ko'rmadim, har xil qurt-qumursqalarni ko'rmadim, hech narsa yo'q. Xuddi bir jonsiz koinotga o'xshaydi, lekin o'ziga yarasha bir chiroyi bor. Sekin yurganda ham masalan
qumlarni ustidan emas, qumlarni oldida sal tekisroq joylar bor ekan, ya'ni qattiqroq yerlar bor ekan. Shularni poylab bu yoqdan bu yoqqa yugurib bir amallab chiqib oldim. Chiqish ham juda mushkul bo'ldi. Ko'p vaqtim oldi chiqish. Shu qum evaziga tushda boshqa yo'l bilan tushaman. Aniq o'zimga yetib qo'ydim. Masalan, hozir men tosh ustiga chiqib olsam bo'ldi, marravaniga. Yugurib ketaman yog'iga qarab. Lekin shu toshga chiqishi o'zi bir qiyinchilik ekan. Mana shu qum ketib qolaveradi oyog'i tagidan. Demak, tekis, ya'ni qattiq yerga chiqib olish juda qiyin ekan. Orqada ko'rib turganinglardek turistik bir kemping qilishibdi O'tovlardan. Hozir tushib yana uni ko'ramiz. Ron opa degan opamiz tashkillashtirib yurgan ekanlar. Baraka topsinlar, ish qilib O'tovlarning ichiga shunaqa chiroyli joylar qilibdilar. Odamlar masalan bemalol yotib qolsa ham bo'ladi. Endi tabiat, toza havo, shoboda, bu yoqda o'choqda ovqatlar, bunaqa joylarni qayerdan topasizlar, baraka topkurlar. Ularni faqat kelib ko'rish kerak. Men maslahat qilaman, yuringlar, ko'ringlar. Masalan, juda ham cho'ntakka ham og'irlik qilmaydi bu ishlar. Mana ko'rib turganinglardek, demak, Ayoz qal'aning ustida ham supa, mana supa, hozir ko'ramiz. Supada demak katta gulxanlar yoqilgan. Qaysidir joyda balkim uylari bo'lgan, bilmayman, odamlarni yashaydigan, lekin men hech ko'rmayapman. Bu yerda bir uy, balki u haligi demak, janub tomonda balkim bir ikkita uylar bo'lgan bo'lishi mumkin. Bir amallab olib chiqib olishgan. Ko'p haligi o'tinlarni, o'tin oladigan joy ham yo'q atrofda. Eng qizig'i shundaki, kamida bir 30 kilometr yurish kerak bir daraxtzorga yetib olish uchun. Atrof hamma yoq cho'l. Lekin shu narsa kerak ekan, qurilgan ekan. Demak, ota-bobolarimiz bir narsani o'ylagan ekanki, shu narsani qurishgan ekan. Bu juda ham effekti katta bo'lgan. Cho'l, tekislik, hozir buni borib ko'rsataman yana. Cho'l, tekislik, tasavvur qilinglar. Taxminan 30 bilmayman, gorizontgacha necha kilometr bo'ladi? Taxminan 30 kilometrcha atrofda menimcha yoqilgan gulxanlar ko'rinsa kerak. Shunaqa. Endi quyosh botish payti juda ham bir chiroyli payt ekan. O'zimga ham juda yoqib ketdi. Rosa maza qildim chiqib. Shoboda esib turibdi endi shunaqa hozir kuchaydi shamol. Shoboda emas, shamolga aylandi. Qattiq shamol esishni boshladi shu paytda. Odam maza qilar ekan. Hozir mana ko'ramiz. Demak, yon atrofdagi yerlarni, uzoqligini, yaqinligini degandek haligi aqlli gap qilamiz, endi bitta azimutni tekshirib qo'yamiz deb. Mana qarang, quyosh botish tomonlar. Demak, asosan g'arb bo'ladi. Endi mana qarang, yerlar tekis. Yer tekis, juda chiroyli. Tasavvur qiling, necha kilometr bo'lishi mumkin shuni gorizontgacha? Taxminan bo'lsa kerak bir 30 kilometrdan oshiq bo'lishi kerak. Endi men bilmadim. Buni olimlar ko'proq biladi. Lekin men tushunishimcha o'sha uzoqda turgan odam shu yerdagi gulxanni ko'rgan. Demak, yana qaytaraman, maqsad yovlarni yoki bir qanaqadir boshqa bir xavfni bildirish uchun katta gulxanlar yoqilgan. Mana bu tomonlarda chiqish yo'laklari ham bo'lgan avvallari. Hozir endi bular hammasi yo'q, ketamiz. Paxsa devorga o'xshab qolgan o'zimizni. Juda ham ota-bobolarimiz injiqlik bilan qurilgan ekanda bu narsalar. Shunchalik qurilganki, o'ylar mana qarang, pastida yo'laklar bor-da, tepasida xuddi bir sopoldan ishlangan tunnelga o'xshaydi. Mana bundan ham ko'rsa bo'ladi. Sopolga o'xshagan tunnelga o'xshaydi. G'ishtdan terib chiqishgan. Tagida yurilgan, ikki tomon devor bo'lgan. Maqsad nima bo'lgan? Shu devor ichidan yurishdan maqsad nima bo'lgan? Endi bu yoqda masalan 50 kishi agar qal'aga chiqib olgan bo'lsa, tepadan kamon otib yovlarni qochiraman desa, mayli, tushunarli. Ko'p savollar bor qal'alarni ko'rganda. Lekin albatta bu tarixchilar hammasi biladi. Bu meni shaxsiy o'zim fikrim. O'zim sizlar bilan o'rtoqlashadigan bir nima. Mana bu yoqdan tushib ketadigan bo'ldim, sababi narigi tomon qumli bo'lgani uchun qiynalib qoldim juda ham yurishga. Bu yoqda demak ko'proq toshloq yerlar ekan. Shu joylardan sekin-sekin tushib ketaman, xudo xolasa.
quyoshi botishini ko'ring, bir go'zalligini ko'ring, tabiatni go'zalligini, O'zbekistonni go'zalligini ko'ring. Maslahat qilaman, do'stlar, ko'ringlar, tomosha qilinglar. Vaqtinglarni bekorga o'tkazmaysizlar.